Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari. Mana sizlarga navbatdagi mebellarimizni video obzorini boshladik. Inshaalloh anchadan beri video qo'ymagan edim. Kecha kuni Samarqandga olib borganimizdan tashqari Samarqandga olib bordik. U yoqini qo'ya olmadik chunki xonadon egalari video qildirishimizga qo'ymadi. Endi uydan video qilib qo'yapman mana. Xudo xolasa, high-tech modelimiz 230 ga 430 razmeri. 6 ta bo'lishi 275 lik xon taxtasi 6 oyalik bo'ladi. 6-oyog'ini mana chiqadigan qilib qo'yganmiz. Chunki nimaga haligi domlarga, xonadonlar tor bo'lib qolsa eshiklari olib kirishga qiynalayotganimiz uchun mana shunaqa chiqadigan qilib qo'yganmiz. Mana shu 6 oyalik bo'ladi. Mana bunaqa 6 oyalik bo'ladi. Mana shuni hisobiga 4 ta tumbasi bo'ladi. Mana taburetkasi keyin rossiyskiy pampers purjinasi bo'ladi. Sasna yog'ochda bo'ladi. Mo'yshiy material. Orqalari ham o'zini materialda qoplangan bo'ladi. Xudo xolasa, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib mana shunaqa qilib yasab bera olamiz, inshaalloh. Mana qora desanglar, qora, seri desanglar, seri. Mana shu rangi seri. Vobshe o'zim yaxshi ko'raman mana shu rangni. Zo'rg'a topdim. Chunki bundan yo'q edi. Endi kelib qoldi. Topdim bundan. Qorani mana o'zingizlar bilasizlar, pastdan shu qoradan qilyapmiz. Bu qoradan Samarqandlik akamiz 2 ta zakaz qilgan birdaniga, o'zini hovlisiga 2 ta zakaz qilgan. Mana bittasi tayyor bo'ldi, bitta seriyada qo'shimcha qilib qo'yganmiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz 100 ming so'm zaklat berasizlar, xolos. Qolganini borgandan keyin ko'zingizlar bilan ko'rib, keyin to'lov qilasizlar. Chunki nimaga? Ishonch bilan aytayotganim sababi odamlar misol hammada raqobat bo'ladi. Misol bizda ham raqobat bor, yo'q emas. Chunki odamlar oldindan 50% ni yo bo'lmasa to'lovini qilganingdan keyin mashinaga yuklayman deydi. Yo'q, menda unaqa narsa yo'q. 100 ming so'm zaklat berasizda, bo'ldi. Qolganini 100 ga borgandan keyin ko'rib turib, keyin to'lov qilasiz. Keyin magazinchi akalarimiz bilan aloqaga chiqarsin, to'g'ri kelishamiz. Mana shu komplektimiz mana 5,5 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. O'zim Andijon shahardaman. Misol mana Namangan bo'ladimi, Farg'ona bo'ladimi, Quva bo'ladimi, Qo'qon bo'ladimi, Yaypan bo'ladimi, xullas o'z vodiyda ichida bo'ladigan bo'lsa, dastavkasi bepul. Xoh misol bunisini olsin, xoh bunisini oladigan bo'lsa, qizig'i yo'q. O'zimiz chiroyli qilib olib borib beramiz inshaalloh. Dastavkasiga 1 so'm oshcha pul to'lab qo'ymaydi. 100 ming so'm kartamizga zaklat to'lov qiladi. Qolganini borgandan keyin o'zi ko'zi bilan ko'rib turib, keyin to'lov qiladi. Xudo xolos inshaalloh. Asha 5 yil garantiyasi bor, aytib o'tganimdek. 100% sasnada bo'ladi. Sasna yog'ochlarimizni ham ko'rsatib o'taman. Inshaalloh ko'rasizlar. Asha aytganimdek 430 230 o'yinchapi yo'q. Uylarda to'rala burchagiga aylanib tushaveradi. Sasna yog'ochda hozir mana sizlarga ko'rsataman, ko'rasizlar. Mana shu sasna yog'ochimiz. Mana aytib o'tganimdek 5 2 mana shunaqa sasna yog'och bo'ladi. Mana shunaqa sasna yog'ochda qilaman. Ishxonamni ko'raman deganlarga mana sasna yog'och. Mana shunaqa pachkada olaman. Bir qarish tera chiqsa bekarga beraman deyman, umuman tera ishlatmayman. Mana sasna yog'och shu bo'ladi. Xohlasanglar, misol mana ichini ochib tekshirib ko'rib olaman deydiganlarga tekshirib ham ko'rib beraman. Zichli to'qilishi mana shunaqa bo'ladi. Mana. Telefon nomerlar qoldiraman. Bemalol murojaat qila olasizlar. Telegram, WhatsApp, imo ham bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Ismim Nodirbek, o'zim Andijondaman. Aytganimdek 100 ming so'm zaklat berasizlar, qolganini borgandan keyin to'lov qila olasizlar. Qirg'iziston, Tojikistonga bo'ladigan bo'lsa, Qirg'izistonga o'zimizning kargochi akalar bor, kargo chiqarib beramiz. Qirg'izistonga misol olib o'tib ketishyapti, kilosiga urib, kilosini 60 sentdan. Tojikistonniki bo'lsa bilmayman. Tojikistonnikini o'zlari kelib olib ketishdi, bir ikkitalari. Keldida o'zlari ko'zlari bilan ko'rib, to'lovini qilib, o'zlarining mashinasiga yuklab berdi, olib ketishdi. Shuning uchun u yoqqa hali chiqarishni yo'lini qilganim yo'q. Endi mabodo Xudo xolasa
uni ham yo'lini o'rganib olsam, tojikistonlik klientlarimizga ham chiroyli qilib chiqarib bera olamiz inshaalloh. Podpiska bosib, like bosishni unutmanglar. Sizlarning podдержкалар bizga zarur. Chunki nimaga? Bir dona shu layklar uchun butun misol sheriylaringlar, misol qarindoshinglar, boshqalar ko'radi. Shuning uchun agar imkoniyatinglar bo'lsa, shu bir dona manaqani bosib o'tib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Mayli, sizlar bilan Xudo xolasa aloqalashamiz, telefon qila olasizlar bemalol. Mabodo telefon qilganinglarda ko'tara olmay qolsam, o'zim qaytaraman. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli qilib, sizlarni ham shunday qilib beramiz. Assortimentlarimizni yana 1-2 kunda ko'rsatamiz, ko'rasizlar inshaalloh chiroyli qilib. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman.